Voy, bu oshga solib qizartiradigan narsa-ku, buni qanaqa foydasi bo'lishi mumkin deb o'ylayotgan bo'lsangiz, hozir sizni bu giyoh bilan yaqindan tanishtiraman. Agar yarim choy qoshiq zarchivaga 1 choy qoshiq asal va iliq suv qo'shib kuniga bir mahal och qoringa ichsangiz, immunitetingiz mustahkamlanadi. Agar sizni bo'g'im og'riqlari yoki artrit qiynasa, issiqqina sutga 1 choy qoshiq zarchiva solib kechqurun ichib yotish tavsiya qilinadi. Agar shunchaki hazm jarayonlarini yaxshilash uchun ichmoqchi bo'lsangiz, zarchivaga qora murch aralashtirib qo'ying va ovqatdan oldin bir chimdim ichib yuboring. Yaralar va akni davolash uchun esa zarchiva va asalni aralashtirib, zarur joyga niqob ko'rinishda surtib qo'yasiz va 15 daqiqa saqlab, iliq suv bilan yuvib tashlaysiz. Zarchiva aslida giyoh bo'lib, uning ildiz qismi quritib maydalangan holatda ishlatilinadi. Rangi o'tkir bo'lgani uchun rang beruvchi sifatida ham foydalaniladi. Jigar tozalovchi, detoks xususiyatiga ega, toksinlardan tozalaydi. Qon suyultirish xususiyati sababli qon bosimini me'yorlashtiradi. Ayniqsa ayollar uchun juda foydali bo'lib, hayz davrini me'yorga soladi va bachadon tozaligini saqlashga yordam beradi. Arzon, tabiiy, natijasi esa qimmatli bo'lgan mahsulotlar haqida ma'lumotlarni yo'qotib qo'ymaslik uchun albatta bizga obuna bo'lishni unutmang.